Farg'onada issiqlikni ko'p shofyorlarni qiynagan mana bir zumda faxriy beton orqali hal bo'lyapti. Akalar qo'llab-quvvatlab turamiz, akalar. Issiqlikni oldida juda ko'p shofyorlarimizni qiynagan, mana issiqlik shofyorlarimizni qiynagan yamani hozir bir zumda hal etamiz. Tezlashishimiz kerak. Vay bile. Chuqurligi hattoki 7 santimetrlik. Bir zumda hal qilamiz hozir. Qoch. Просто tutgan narsa qo'yish kerak edi, to'g'ri? Ha shu toshni olgan tog'a. Shopir emas, biz blogermiz. Просто ishni ancha kuzatib turardik. Mana endi vaziyat endi bo'ldi. Bobo, zikko. Tog'ani endi Shopir akalar qo'llab-quvvatlab turasiz. Sizlar dardlaringizga shifo bo'ldi mana. Endi avtobusda akalar chana qilib turishdi. Shopirmiz aka? Gap yo'q. Tog'ani oling. Havaskor. Tog'a malades, havaskor akasiz. Gap yo'q aka. Mehnatni bilmaydi narsa. Gap yo'q aka, charchamang. Gap yo'q. Bu akani oling. Issiqnonda juda necha yillardan beri qiynayotgan katta yamani mana xudo xolasa faxriy beton orqali bir zumda hal qildik. Qo'llab-quvvatlab turlar shofyor akalar, shunaqangi zo'r narsalar qilamiz. Yana qanaqa qayerda sizni qiynayotgan yamalar bor. Просто komment yozib qo'ying, biz boramiz. Bu yangi loyiha albatta bosadi. Ya otib bosam olavering. Qo'y. Odamlar yomon. Endi avtobusda akalar tushuntirish kerak edi-chi. Qo'ying. Yo'q, tog'ani qara. Yo'q, qo'y. Malades, malades. Gap yo'q, tog'a. Yaxshi yaxshida hammaga. Avtobusga kirayotganda bosib. Endi iloji yo'q, ha. Ashulaqa menga suring iloji bo'lsa, bobo, mana menga suring. Mana menga suring. Ay, hozir mehnat qadrini bilish kerak. Gap yo'q, shunda yashanglar. Gap yo'q, rahmat tog'a. Faxriy betonga kattakon rahmatimizni aytib qolamiz. Akalarimizga kattakon rahmat. Shunaqangi issiq-demasdan qildi. Endi yo'l harakat qoidalariga hech amal qilmagan bo'lsa, akalar to'g'ri tushunasizlar. Hozir qilmasak boshqa bet qilolmayapmiz. Faqat teramiz. Qo'yavering. Mana shu o'rtalikda ko'p ekan. Voy. Faxriy beton 2026. Короче, mana bir zumda o'sha narsa qilgan narsam yamadik qo'ldan kelgancha. Shofyor akalar, hurmatli birodarlar, qo'llab-quvvatlab turib, bizda doim va'da bajarilgan. Kommentariyaga keyingi ko'cha va mahallalar yozib qoldiringlar. Biz xuddi mana shu holatda hal qilamiz. Obuna bo'lib qo'ysa, esdan chiqarmanglar.